Mana tekkizuvchilarda, chunki o'zi bu mana bu diagonalni topib, diagonal deysizlarmi, короче, o'rta sentrini topib o'zi quyilib oladi. Siz просто tekkizuvchi bersanglar bo'ladi. E'tibor, mana ko'katlar bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Ko'katlar aralashtirib qilsanglar, chunki ko'katlarda juda kerakli vitaminlar bor-da, odam organizmi uchun. Agar mana bunda qo'ysanglar bo'lmaydi, chetlaridan oqib ketadi. Tushundinglarmi? O'shaning uchun ko'tarib turinglar. O'zi kichkina idishga ham sochilib bo'lar ekan, oldin ko'pgina chiqar edim, unda mani hisobiga bilmadim. Oldin ko'katlar ham ko'p bo'lar edi, suvi ko'proq solar edim men o'shani hisobiga. Yana o'shancha suv sovirasizlar, baribir o'zini anaqa so'qir, chiqisi yo'q, baribir oxiriga yana setidan o'tkazib olamiz. Voy, shuncha. Bu yerdan sal kamroq chiqdi. Bunga bilasizlarmi, nima qo'shib yuborsak bo'ladi? Ani persikdan ham qo'shib yuborsak bo'ladi, shaftolinikidan. No. Не всегда to'g'ri-da bu. Chekaversicha. Yo'q, bunga qo'shib yana boshqa narsamiz yo'q ekan. Shu. Tutadi. Lekin narsalar ham yana ozgincha asal. Yana nimaga qoshiq ishlataman? Chunki asalga suvli qoshiqni solib bo'lmaydi, ichi oqarib, bir nima g'alati bo'lib qoladi xullas. Bilsanglar agar ozgincha qo'shidagi asallar tushib ketadi. Qo'shida qolmadi asal. Acaba. Так, теперь дальше это маски, что-то